Nimaga buni rangi ikki xilligini, qolgan hammasi bir xil. Videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, ba'zan aynan shu formasiga printlan qilamiz, juda ham chiroyli chiqadi. Bularni ham to'liq obzorini qilib beraman. Qanday boshladik? Buni rangini ikki xilligini asosiy sababi formada ham rangi ikki xil ko'rasizlar. Orqada ko'rinib turishi uchun, ajralish uchun qilingan, shilganda undan ham chiroyli chiqadi. Mana 10 sekundga bosamiz, 160 issiqlikda. Mana tayyor bo'ldi. Mana joyi mazza qildiradi. Bismillah. Mundoq qilganingiz chiqayotganda bor, odam mazza qilib o'zi ham. Qaranglar, juda ham chiroyli chiqdi. Mana nimaga ikki xil rang desanglar, ajralib turish uchun qilingan, ko'rdinglar. Bachlari bilan qilganmiz bu formani. Chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? Endi bularni obzorini qiladigan bo'lsak, sizlarga variant qoldiramiz. 1 dan 4 gacha. 1, 2, 3. Bu 4-variantimiz. Ko'rdinglar, patchlarni qo'yganmiz, formalarni. Birinchi variant. Liga chempionlar patchlari bilan qilingan. Juda ham chiroyli chiqdi. Buni shortiga ham bor, shortiga ham urganmiz. Ikkinchi variantimiz. Bu ham Liga chempionov. Ko'rasizlar, ba'zan 4 ta formasiga Lamine Yamalni shriftlari kelgan, patchlari juda ham chiroyli chiqdi. Mana bunisi El Clasico'da keladi deyishyapti shunisini. Shuning uchun mana La Ligani emblemasini qo'yganmiz. Xohlasangiz bularga ham La Ligani emblemasini urib beramiz. Bu ham juda chiroyli chiqqan. Mana oxirgi shu. Menga aynan mana shunisi yoqdi. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Kommentariyada izoh bilan qoldiringlar. Barchalardan отдельно bitta like kutib qolaman. Hammaga rahmat.